Assalomu alaykum. Flyvastok aviakassasini kuzatuvchi qadrli obunachilar, aziz xaridorlar, hammaga yaxshi kayfiyat. Bugun har doimgidek Vnukovo aeroportidamiz. O'zimizdan bilet olgan, ishonib, bizga ishonch bildirgan akamizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Hozir aeroportga olib kelib, akamizning dokumenti yo'q. Aeroportdan kuzatib, registratsiyadan o'tkazib, talon olib, arzdan zalgacha kuzatib yuboryapmiz do'stlar. Sizlarga ham arzon biletlar kerak bo'lsa, bemalol Flyvastok aviakassasiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Akamiz o'zi ham gapirib qo'yadi. Aka, ishonchlimi? Rahmat, ishonchli obunachilar, aviakassa ishonchli. Yana zo'r keldik, ketyapmiz. Hech kim bezovta qilmadi. Hammangizga rahmat. Do'stlar, bemalol +791 702 73 73 +791 741 73 73 nomerlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishonmagan akalar opalarimizga do'stlar, bemalol metro Salarivaga kelinglar. O'zimizdan, qo'limizdan biletlarni olinglar, ketinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.